Ko'pchiligimiz eshitganmiz, uy sharoitida ba'zi bir insonlarni qimirlab qolgan tishlarini yoki bo'lmasa boshqa qanaqadir muammoga uchragan tishlarni uy sharoitida olib tashlaganini. Uy sharoitida tish olishning asosan ikkita juda ham salbiy tomoni kuzatiladi. Bulardan dastlab birinchisi, uy sharoitida tish olinayotgancha juda ham kuchli og'riq paydo bo'lishi mumkin. Sababi hech qanaqa og'riq qoldiruvchi yoki bo'lmasa anestetik dori qilinmaganligi sababli o'sha sohada juda ham kuchli og'riq paydo bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa eng asosiy muhim jihati bu tish olingandan keyin o'sha sohadagi qon tomirlar yorilib ketish natijasida juda ham ko'p qon ketishi mumkin. Ya'ni bu o'sha tish olinayotgan vaqt ehtiyotsizlik sabab yoki bo'lmasa boshqa sabab tufayli ko'p qon ketib qolishi tufayli bemorda juda ham kuchli salbiy jihatlarni keltirib chiqarish mumkin. Shuning uchun imkon qadar bunaqa holatlarda qimirlab qoladimi yoki bo'lmasa juda ham olish oson tuyuladigan tish bo'lishidan qat'iy nazar doimo shifokor bilan maslahat qilgan ma'qul. Aks holda esa yuqorida aytilgan salbiy holatlar kuzatilish natijasida insonda noxush holatlar paydo bo'ladi.